Mol beylar, assalomu alaykum. Sizlar chaqiryapsan mol. Go'shidan tushuncha boshladi. Xudo xohlasa maktab bittasini, ikkitasini, uchtasini imkoniyatsizdan kelib chiqqan holatda hal qilamiz. Baraka qilib olib ketamiz. Guvoh qilib turinglar. Alloh yaxshilikka boshlaymiz. Shuning uchun xudo xohlasa. Mayli, shunchalik. Mayli, 2 yarim qiynaladi. Hozir nima qildim? Oshlaydi. Eng tanlash bo'ladigan joyi kachalkani ham solamiz. Faqat kimga tushadi? Baxtli odamga tushadi. O'shanda tishlarni so'lib qo'ysangiz bunaqa. Mana to'nkani bolalar o'ziga qoldirib, o'ziga yopilib ketgan bo'ladi. Buni sizlardan o'zim bilan ko'rib, sizlarga bemalol gapirib, kechasi bilan uxlaning, o'zim kelib topib qoldim. Ularning navbatga olib, mazasini sanitariya yozmasanglar bo'lmaydi. Yomon chiqsa ham yozing, yaxshi chiqsa ham yozing. Nima bo'lsa ham ochib o'rganing. Bu davlatda sizlarga ertalab kechga mehnatdaman.